Iltimosda. Men Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanidan kelganman. Bir necha marta Vazirlar Mahkamasiga, Oliy Senatga, Xotin-qizlar qo'mitasiga hamma joylarga murojaat qilib kelganman shu masala bo'yicha. Meni uy-joyim men nogironligim uchun berilgan, boquvchim yo'q, farzandlarim ham nogironligi borda. O'shaning uchun men juda qiynalib ketdim. Oladigan nogironlik pulimiz o'zimizni davolanishimizga, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, kiyim-kechak shularga yetish kerak, yetmaydi ham. Lekin yana MIBga olishadi, qarzga kesib. Bola pulini olib qoladimi, pensiya olib qoladimi? Bola pulimni ham oladi, pensiyamni ham oladi, oyma-oy. Naqd pullarimizni vidimizga yarmini yozib, yarmini berishmaydi-da. Shuning uchun bir necha marta murojaat qilib, bu yerdagi ba'zi rahbarlarga mana masalan bugun birinchi kelgan uchrashgan insonlarimiz Vazirlar Mahkamasi bo'lsa, ular hech qachon bizga yaxshi muomala qilmadilar. Bizlarni odam o'rnida ko'rgani ham yo'q. Kim ko'rmadi? Vazirlar Mahkamasida ikkita inson o'sha qabul qiluvchi o'tirgan. Bizlar uchun bironta kelib bir yuqori lavozimda ishlaydigan inson ham kelib uchrashganlari yo'q. O'sha eshik oldidagi ikkita inson ismlarini ham bilmayman. Yaxshi muomala qilmadilar. To'lasang to'laysan, to'lamasang olmaydi. Senlarning kreditlaring hech kim to'lab berishni bo'yniga olmagan deb. Keyin biz uyda olgan vaqtimizdan 1-2 kundan keyin kadastr hujjatlarimizni ham qo'limizdan tortib olishgan. Biz xotirjam yashay olmayapmiz. O'zi hammamiz sog'lig'imiz yaxshi emas. Skor chaqirib, amallab kun ko'rayotgan insonlarimizni og'riqdan. Farzandlarimizni davolatamiz, o'zimiz davolanamiz. Yana boquvchimiz ham yo'q ko'plarimizni. Mana shuncha yo'ldan sog'lig'imiz yomon bo'lgan holatda ko'chalardan ovora olib keldik. 2 kundan beri tutmasdan mana ko'chadamiz. Biz hali u yoqqa, hali bu yoqqa yuribmiz. Biroq natija topamiz, Xudo xolasa bir shu uylarimizni kredit qarzlarini yopishda kimlardir bizga bir mas'ullar yordam berarlarmikan deb. Nasib inshaalloh. Vazirlar Mahkamasidagi hozir ishlatilgan xodimlar, hurmatli bosh vazir janoblari Abdulla Nig'matovich Aripov, ishdan sirasi olinish kerak bular. Ular kim orqali maosh olyapti? Chunki mana shu men qatori boshqalarni to'lagan holida maosh olyapti. Oyoq yerdan uzilganda prezident degan mana shularga boradi. Mana shu oyoq yerdan uzilgan bular Vazirlar Mahkamasida. Borganda men gaplashgandim shunda. Tortishgandim men. Menga shunaqa muomala qildiki, o'shandagi oddiy xalq bir tiyin kelmasagan mana bir tiyin kelmabdi odamlar. Bu nogiron bo'lsa bular, yaxshi ishlam. Insonni qalbi uchun yaxshi gapni gapir. Bo'lmasa ham yolg'onchi bo'lsa ham xudo kechiradi yolg'on gapir yaxshi. Muomala bo'lsa, opalar, akalar boringlar xotin oldiga beradi uyda, to'laydi xudo xolasa deb turib, bular ko'ngil ko'tarish kerak. Bular xafa qilib urishib to'laysalar, yashab turibsizlar, to'lasalaring, o'zlaring uylaringga to'layapsizlar. Meni o'tirgan xonadonimga to'layotganlaring yo'q degan gapni aytadi-da doim. Siz o'zingiz tanishtirib oling. Men shu mahallada Qumqo'rg'on